Namoz o'qing dedik, qalbimiz toza dedinglar. Sutxo'rlikdan ribodan tiyiling dedik, boshqa yo'l yo'q dedinglar. Bechora kambag'allarga yordam bering dedik, majburmizmi dedinglar. Havoranglik qilish bir jinslilarning nikohi harom dedik, birovni shaxsiy hayotiga aralashishga hech kimning haqqi yo'q dedinglar. Ichkilik ichmang, zinoga yaqinlashmang dedik, qaysi asrda yashayapmiz dedinglar. Allohga duo qiling, o'zidan so'rang dedik, duoga emas, bilimga ishonish kerak dedinglar. Allohdan o'zgaga qullik qilmang, o'zigagina suyaning dedik, orqangda tankang bo'lmasa bo'lmaydi dedinglar. Bir-biringizni go'shtingizni yemang, g'iybat qilmang dedik, biz suhbatlashyapmiz dedinglar. Rizqni Alloh beradi dedik, diplomi yo'qqa non yo'q dedinglar. Halolidan yeng, harom aralashtirmang dedik, boylar davridamiz, boy bo'lishga majburmiz dedinglar. To'y hashamlaringizni islomga muvofiq qiling dedik, erkak ayol aralash to'y bo'lmasa hech kim kelmaydi dedinglar. Mahramlaringizni internetda reklama qilmang dedik. Biz muhabbatimizni ularni qanchalik yaxshi ko'rishimizni izhor qilyapmiz, ko'rsatyapmiz dedinglar. Millatchilik, mahalliychilik qilmang dedik. Biz falon millatdan, falon shahardan ustunmiz dedinglar. Xo'sh, ertaga o'lganingizdan keyin qaysi qavmdan ustun ekaningizni nima foydasi bor?